Endi menga ayting, Ronaldo muxlislari, siz kimga muxlislik qilasiz jahon chempionatida? Millatingiz termasi O'zbekiston terma jamoasigami yoki sizga futbolni sevdirgan Cristiano Ronaldogami? Nega unaqa deyapman? Xabaringiz bor, hozirgina jahon chempionati qur'asi yakunlandi va O'zbekiston terma jamoasi Portugaliya bilan bir guruhga tushdi. Ya'ni guruhimiz Portugaliya, O'zbekiston va Kolumbiyadan iborat. 4-jamoa jahon chempionati saralash play-offining birinchi bosqich g'olibi kiradi. Ya'ni u yoki Zelandiya bo'ladi yoki bo'lmasa Yamayka terma jamoasi bo'ladi. Ikkovidan biri. Bunisi biroz ahamiyatsizroq. Ahamiyatlisi biz hozirgi paytda Janubiy Amerikaning eng kuchli jamoalaridan biri bo'lib turgan Kolumbiyaga qarshi o'ynaymiz. Ularning tarkibida James Rodriguez va ayni damda jahonning eng kuchli vingerlaridan bo'lib turgan Luis Diaz bor. Endi esa guruhdagi asosiy raqibimizga to'xtalamiz. Portugaliya terma jamoasi. Eslatib o'taman, bu Cristiano Ronaldoning so'nggi jahon chempionati va ular Ronaldo uchun ham butun jamoa bir bo'lib chempion bo'lishga harakat qiladi. Bo'lib ham yaqindagina vafot etgan Diogo Jota uchun. Umuman Portugaliya terma jamoasining guruhdan chiqishi uchun, jahon chempionatida chempion bo'lish uchun motivatsiyasi yetarlicha va har bir jamoa biz uchun jiddiy raqib bo'lib bormoqda. Endi menga javob bering, Ronaldo muxlislari, siz O'zbekiston terma jamoasi va Portugaliya terma jamoasi o'yinida kimga muxlislik qilasiz? Millatingiz termasi O'zbekiston terma jamoasigami yoki sizga futbolni sevdirgan, futbol deganda xayolingizga birinchi bo'lib keladigan futbolchilardan biri Cristiano Ronaldo uchun Portugaliya terma jamoasigami? Fikrlaringizni kommentariyada qoldiring va obuna bo'lishni unutmang. Bu futbolga oid eng yaxshi sahifalardan biri.